Nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda Arab jazirasiga, Arabiston yarim oroliga yahudiylik qanday kirib keldi? Nasroniylik qanday kirib keldi? Forslar qanday qilib Arab jazirasiga kirib keldi? Mana shular haqida suhbat yuritayotgan bo'ldik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. Yaman podshohlaridan bo'lgan Tabban Asad Yasribliklar bilan urushdi. Yasribni vayron qilaman degan niyatda turganida Yasribga, ya'ni keyinchalik Madina-i Munawvara deb nomlandi bu shahar, Shomdan hijrat qilib ko'chib kelib yashayotgan yahudiylardan ikkita olimi chiqib, uni niyatini so'rashdi. Nima qilmoqchisan? Tabban Asad Yasribni vayron qilaman dedi. Bu yahudlar aytdiki, unda Alloh seni halok qiladi. Sen hargiz Yasribni yenga olmaysan. Chunki bu oxirgi zamon payg'ambarini hijrat qilib keladigan joy edi. Buni qanday qilib bildinglar deganda, Tavrotni, tavhidni, dinni nimaligini tushuntirib berdi. Ular mushrik edi. Tabban Asad Yahudiy diniga o'tdi. Tabban Asad mana shu Yasribdan qaytib o'zining yurtiga qaytib kelar ekan, yo'lda Makkaga yaqinlashmasdan turib, Tabban Asadga Huzayl qabilasidan bir to'p odamlar uchradi-da, unga senga xazinalar berkitilgan bir joyni ko'rsataylikmi deganida ha dedi. Huzayliklar Yamanliklarni ham yaxshi ko'rmas edi. Makkaliklarni ham yaxshi ko'rmas edi. Mana shu ikkita o'zlari yomon ko'rgan qabilani bir-biri bilan urushtirib qo'ysa, ikkala dushmanidan ham teng qutulishlik o'zlariga fursat deb bildida, Makkaga borsang, Ka'bani ostiga ana shu qavmlar uni izzat ikrom qilib Ka'bani hurmatidan ichiga ostiga xazinalar ko'milgan. Haqiqatan bir qancha qabilalar Ka'ba-i muazzamani bir hurmat qilishlik maqsadida xazinalarni Ka'bani ostiga ko'mib qo'ygan edi. Tabban Asad mana shu moli dunyodan ta'ma qilib qo'shinini Makkaga yurishlikka buyurdi hamda urushga tayyorgarlik ko'rishlikni ulardan talab qildi. Boyagi Yasribda uni Yasribliklar bilan urushmaslikka targ'ib qilgan hamda Tabban Asadni yahudiylikka o'tishligiga sabab bo'lgan ikkita yahudiy olimi Yamanliklarni yahudiylikka da'vat qilish uchun birga ketib borardi. Yo'lini bu yoqqa burayotganligini ko'rib, uni niyatini so'raganida, men dedi, ana shu Makka ahli bilan urushib, Ka'ba ostidagi xazinalarni olmoqchiman dedi. Bu ikki yahudiy uni yana fikrdan qaytardi. Huzaylliklar seni faqat halok qilishlikni xohlashibdi. Esingdan chiqmasin. Yer yuzida Alloh uchun qurilgan, ibodat qilish uchun qurilgan birinchi uy ana shu Makka-i Mukarramadagi Ka'ba bo'ladi dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima degan edi? Astagfiru billah. Inna awwala baytin wudiya lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayogi bo'lgan Ka'badir. Yahudlarda juda ko'p ma'lumotlar bor. Ka'bani Alloh taoloning uyi ekanligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlari, bo'ladigan ishlar, bularning hammasini xabari bor edi. Tabban Asad bu ikkala yahudiydan unda nima qilay deb so'radi. Sen Ka'bani tavof qil, uni ulug'la, uni ziyorat qil dedi. Tabban Asad bu ikkala yahudiyga, nimaga o'zinglar uni ulug'lab tavof qilmaysizlar bo'lmasa dedi. Ular aytdiki, Makka ahli Ka'bani butlar bilan, sanamlar bilan to'ldirib yuborgan. Agar shunday bo'lmaganida biz tavof qilar edik. Biz ahli ilmmiz, olimmiz, bizga bunday qilishlik mumkin emas dedi. Tabban Asad ularning gapiga quloq soldi. Makkaga kirdi, Ka'bani tavof qildi. Uni ulug'ladi. So'ngra Ka'bani oldida yotib uxlar ekan, Tabban Asad tush ko'rdi. Mana endi hozir Ka'batullohga kisva yopishlik tarixi shu yerdan boshlanadi. Tushida Tabban Asad Ka'batullohning ustiga yopinchiq yopiltirayotganini ko'rdi. Bu Alloh taolaning xohishidir-da, o'rnidan turib buyurdi, jundan tikilgan bir matohdan kisva yopildi. Po'shti Ka'ba deymiz, mana yopinchiq. Shu bilan uxlagan bo'ldi. Ertasi kuni yana uxladi. Endi ertasi ko'rgan tushida kechagidan ko'ra qimmatroq bo'lgan, afzalroq bo'lgan matohdan Ka'baga po'shti Ka'ba yopib ekanligini ko'rdi. Uyg'ondida eng qimmat bo'lgan matohdan boshqa po'shti Ka'ba tishlikka buyurdi
hamda o'rab qo'ydi. Mana shunday qilib Ka'batullohga kisva o'rashlik shunday boshlandi. Har yilda Ka'batullohni ustiga po'shti Ka'ba yopilardi, to Abdul Muttolib zamonigacha yetib keldi. Kisvani ustiga kisva, kisvani ustiga kisva yopilaverganidan og'irlashib ketib, ko'payganligidan kisva. Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'lganda Abdul Muttolib zamonida hammasi olib tashaldida, faqat bitta kisva qoldirildi. Har yili bittadan kisva Ka'batullohga yopiladigan bo'ldi. Mana darsimizni boshida aytdik, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan boshlab gapirsak ham bo'lardi. Lekin Ka'batullohning tarixi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan